bu piva festivalini tashkil qiluvchi shaxslar kimligiga oydinlik kiritadigan bo'lsak, prezident administratsiyasining vakillari Saidal Mirzayeva bilan Komil Allamjonovlar bu narsani o'z tashabbusi bilan tashkil qilishdi. Bir mavzu chiqdi, mana bu Abraham Mosheni O'zbekistondagi diniy idora fatvo bo'limiga telefon qilgani va o'sha mavzu bo'yicha telefon qilgan mavzu bo'yicha piva festivali bo'pti. Eshitdinglarmi? Masalan, men eshitmadim. Lekin ba'zi bir iblis odamlar bor. Bittasi Ibrohim Muvahhid degan yurtfurush. Abraham Moshe uni Ibrohim Muvahhid degan nomni to'qima qo'yib olgan. Dadasi qo'ymaganmisizmi? Bilmaysiz kimligini. Hannover shahrida ekan, Germaniyada. Bir oy oldin Galaboylarni paradi bo'lgan. Parad paytida yo'q edi bu. Chiqmayapti. Men shuncha yil Yevropada yashab, qaysi vaqtda, qaysi chisloda Lut qavmining paradi bo'lishini bilmayman-u, lekin bu saroy mullasi O'zbekistonda yashab qachon, qaysi vaqt, qaysi soatda bo'lishini bilar ekan. Men Yevropada yashab bu narsani bilmayman. Sen O'zbekistonda yashab qiziqishing katta bu narsaga. Bu yerda bir gap bor, ha, eshakchi. Haqiqatni oshkor qilish kerakmi? Abraha. Haqiqat berkitilmaydi, oshkor qilinadimi? Unda yuzingni och. Agar haqiqat Yıkılmaz sandığınız bu düzen, yıkılacak mal ve evlatlarınız. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bir muhim masala yuzasidan munosabat bildirmoqchiman. Bu masala shuki, yaqindagina diniy idora bilan piva festivali haqida o'rtamizda suhbat bo'lib o'tgandan keyin sizlardan bir qancha savollar keldi. Mana bu savollarga javob beraman va shu bilan birga men haqqimda tinimsiz efir qilib, hattoki masjidlarda menga qilinayotgan tuhmat, bo'xton, shubhalarga javob berib o'taman. Bilasizmi? Nimaga O'zbekiston diniy idorasi, xoin saroy mullalari, ichki ishlar xodimlari xuddiki oyog'i kuygan tovuq kabi pitillab qolishdi? Chunki bu suhbat diniy idorani xiyonatini yuzaga chiqardi. Chunki o'rtamizda bo'lib o'tgan bu suhbat kunimizdagi xoin imomlarning xiyonatini yuzaga chiqardi va xalqning ko'zi asta-sekin Allohning izniyle ochilib bormoqda. Xo'sh, ana endi so'zlarimni sizlarning savollaringizga javob berishdan boshlasam. Undan avval esa ichingizda sizlarning ba'zilaringiz unga ergashadigan, boshiga ko'tar qiladigan bir saroy mullasi bor. Bu saroy mullasining da'vosi bo'yicha men diniy idora vakili bilan o'rtamizda bo'lib o'tgan suhbatni yozib olishim omonatimish. Qanaqasiga omonat bo'lsin? Birinchidan, diniy idoraning qo'ng'iroq raqamlari butun olamga oshkor qilingan. Ikkinchidan, siz suhbatni qaytadan eshitib ko'rishingiz mumkinki, diniy idora vakili menga aslo bu so'zlarim sizga omonat deb aytmadi. Uchinchidan, Alloh azza va jalla bir masalani ochiq harom qilgan bo'lsa, yana bir masalani ochiq halol qilgan bo'lsa, bu narsa ustida omonat degan narsa bo'ladimi? Masalan, bir odam huzuringizga keldi-da sizga savol berdi. Zino halolmi, harommi? Albatta zino haromdir, lekin bu narsa sizga omonat deysizmi? Bunaqa javob berish joizmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlarki, innal halala bayyinun va innal haroma bayyinun. Shariatimizda halol ochiq qilindi, harom ham ochiq qilindi. Alloh azza va jalla bir narsani ochiq qilgandan keyin bu narsa omonat deb turib bekitilmaydi, subhanalloh. Demak, men hech qanaqa omonatga xiyonat qilmadim. Aslida omonatga xiyonat qilayotgan sizlar emasmisizlar? Ey saroy mullalari, omonat to'g'risida sizlar gapirmanglar. Allohning dini omonat emasmi? Sizlarga berilgan ilm omonat emasmi? Bu minbarlar omonat emasmi? Aslida mana bu sizlar turgan minbardan turib insonlarga tavhid tushuntirilmasmidi? Tog'otlardan bari bo'lish tushuntirilmasmidi? Mana bu minbardan turib payg'ambarlarning asl maqsadi nima ekanligi, qaysi da'vo bilan kelganliklari tushuntirilmasmidi? Subhanalloh, ha? Sizlar Allohdan qo'rqmaysizlarmi? Alloh sizlarga ilm bergandan keyin berkitib, tog'otni yo'lida ishlatishga qo'rqmaysizlarmi? Vatlu alayhim naba allazi ataynahu ayatina fansalakha minha. Ularga oyatlarimizni berganimizdan keyin bu oyatlarimizdan, biz bergan ilmdan o'zlarini olib qochib, shaytonga ergashib, biz bergan ilmni tog'utni yo'lida ishlatgan insonni xabarini bering ey Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deydi Alloh azza va jalla. Ya'ni bir inson borki, Alloh azza va jalla unga ilm bergan omonat qilib, u bu ilmini shaytonning yo'lida ishlatgan. Oyatning davomida aytadiki, agar xohlasak biz mana shu oyatlarimiz bilan uni ko'kka ko'tarardik, lekin uni o'zi yerga yopishib olib havosiga ergashdi. Famathaluhu kamathalil kalb. Xuddiki bir itni misoli kabi. Ey itni misoli kabi bo'lgan saroy mullasi, omonat haqida sen gapirmagin. Ana endi bu saroy mullasining ikkinchi shubhasiga keladigan bo'lsak, bu haqda ko'plab menga SMS keldi. Germaniyaning Hanover degan shahridan telefon qilibsan, lekin Hanoverda Lut qavmini paradi bo'lib o'tar ekan deb har xil savollar berishgan. Subhanalloh, men shuncha yil Yevropada yashab,
qaysi vaqtda, qaysi chisloda Lut qavmining parada bo'lishini bilmayman-u, lekin bu saroy mullasi O'zbekistonda yashab qachon, qaysi vaqt, qaysi soatda bo'lishini bilar ekan. Bu narsaga qiziqishi bor bu odamning o'zi. Chunki og'zidan ko'proq mana shu Lut qavmini so'zlari chiqadi subhanalloh. Shu joyda bir narsani eslatib o'tib ketamanki, sani qo'shtirnoq ichidagi mujik prezident emasmi? Erkak kishi o'zini ayol qilishga, ayol kishi o'zini erkak qilishga ruxsat bergan. Hamda qonunlashtirib bermadimi sani yurtboshing? O'zbekistonda jinsini o'zgartirgan fuqarolarga yangi huquq berildi. Vazirlar Mahkamasining qaroriga kiritilgan qo'shimchalarga ko'ra, endi O'zbekistonda jinsini o'zgartirgan fuqaro ism-sharifini ham almashtirishi mumkin. Qani, mard bo'lsang chiq mana. Bu millatni g'amida bo'lsanglar, ey saroy mullalari. Chiqinglar, qani yetinglar. Bu narsani Alloh va Rasuli ochiq harom qilgan subhanalloh. Bir erkak o'zini ayolga o'xshatsa yoki bir ayol o'zini erkakka o'xshatsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari bilan Alloh azza va jalla la'natlagan bu toifani. Siz bularga yo'l ochib berishingiz, Allohning la'natiga sazovor bo'lishingizdir, ey yurtboshim deb turib gapirmaysizlarmi? Gapira olmaysizlar. Yana bir kichkinagina sirni ochib ketaymi? Bu piva festivalini kim tashkil qildi? Nega bu saroy mullasi-yu, ijtimoiy tarmoqlar u hammasi sukut saqlamoqda, aytaymi? Bu piva festivalini tashkil qiluvchi shaxslar kimligiga oydinlik kiritadigan bo'lsak, prezident administratsiyasining vakillari Saida Mirzayeva bilan Komil Allamjonovlar bu narsani o'z tashabbusi bilan tashkil qilishdi. Shu sababdan bu na diniy idorasi bo'lsin, na xoin saroy mullalari bo'lsin, na ijtimoiy tarmoqlar bo'lsin, na yurtboshiga, na administratsiyadagilarga, na Mirzayevaga, na Komil Allamjonovga biror gap aytmasdan sukut saqlashdi. Ana endi sizlardan kelgan savollarga diqqat bilan javob beraman. Iltimosim birozgina mulohaza qilishinglar xolos. Birinchi savol shuki, sen o'zing qayoqda turib olib gapiryapsan? Yevropa O'zbekistondan battar-ku, nega indamaysan? To'g'ri, Alloh balosini bersin. Shvetsiyasini ham, Germaniyasini ham, Fransiyasini ham. Muhim nuqta shuki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam da'vatni avval o'zlarining qavmlaridan boshladilar. Men o'zbek qavmidanman. Shuning uchun o'zbek tilida da'vat qilaman, o'zbek tilida fisq fasodga qarshi kurashaman. Va muhim nuqta shuki, Yevropa prezidenti asli kofir, o'zini musulmonman demaydi. Kofir ya'ni ochiq kofir. O'zbekiston prezidentini esa bu saroy mullalari Amirul Mo'minin qilib qo'ygan. Ushbu saroy mullalaridan so'rang. O'zbekiston prezidenti musulmonmi desiz, ha musulmon deydi. Bir musulmon mana shu Alloh harom qilgan piva festivalini o'tkazishga ruxsat berishi mumkinmi? Mumkin emasmi? Alloh azza va jalla ochiq oyatda aytib turibdi: "Ya ayyuhallazina amanu, ey mu'minlar, albatta xamir, spirtli ichimliklar, qimorlar, fol ochishlar, butga sig'inishlar haromdir va ular shaytonning amalidandir" deb turibdi. O'zbekiston prezidentini musulmon der ekansiz, unga joiz emas bu festivalni o'tkazishga ruxsat berishi. Tushuntira oldimmi farq nimada? Farq Yevropa prezidenti, u Shvetsiya prezidenti bo'ladimi, Fransiya prezidenti bo'ladimi, Germaniya prezidenti bo'ladimi, u ochiq kofir. Musulmonman demaydi. O'zbekistonning 95% musulmon deysizlar-ku. Bu 95% musulmon xalq. Alloh harom qilgan festival o'tkazishi joizmi shunda? Joiz emas. Ikkinchi savolga kelamiz. O'zbekiston dunyoviy davlat, diniy emas. Diniy bo'lganda talab qilsang bo'lardi. Subhanalloh, sizlar qachondan biri din bilan siyosatni ajratyapsizlar? Umar radhiyallohu anhu din bilan siyosatni ajratdilarmi? Usmon radhiyallohu anhu din bilan siyosatni ajratdilarmi? Yoki Ali radhiyallohu anhu ajratdilarmi? O'zbekiston dunyoviy qonunlari bilan boshqariladi. Kelishdik-a bu masalada. Mana shu dunyoviy davlatni boshqarayotgan odam kim? Musulmonmi, kofirmi? Tabiiyki musulmon deysizlar. Men tog'ut bir kofir deb bilsam-da, sizlar musulmon deysizlar. Agar ular musulmon bo'lsa, Alloh harom qilgan piva festivaliga nimaga ruxsat beryapti? Mana shu muhim nuqta. Keyingi savolga keladigan bo'lsa, siz bilan suhbat qilgan bu diniy idora vakili nima qilsin? Noiloj deng. Uni ham oilasi, bola chaqasi bor. Mana shu davlat xodimlarini, ichki ishlar xodimlarini, festival tashkilotchilarini ko'tar qilishga, ularning ishiga yo'l ochib berishga majbur deysizlar. Chunki uni ham oila, bola chaqasi bor deysizlar. Allohning halol va harom qilgan masalasining ustida Alloh bilan hazillashadimi bular? Ha? Joiz emas. Rizq Allohning zimmasida. Bunaqa ishdan darhol bo'shash kerak. Alloh azza va jalla boshqa yo'l bilan rizqini yetkazadi. Allohning halolini harom, haromini halol qilib berishga Allohdan qo'rqsin diniy idora vakillari, Allohdan qo'rqsin masjid imomlari. Majbur emas, noiloj, mustazafimiz deyilmaydi, hijrat qilinadi, bunaqa ishdan bo'shalanadi, subhanalloh. Mana shu narsa muhim masala. To'g'ri oilasi bor, to'g'ri bola chaqasi bor, lekin bu ishda ishlashga majbur emas aslo. Mening o'zbek qardosh, sen Turonning arslon,
To'ng'ringda josh urgan asl imoning qani? Dunyolarni bersa ham tark etmasding diningni. Senga unuttirdilar islomning haq yo'lini. Mening o'zbek qardosh, sen Turonning arsloni. To'ng'ringda josh urgan asl imoning qani? Dunyolarni bersa ham tark etmasding diningni. Senga unuttirdilar islomning haq yo'lini. Mening o'zbek xalqim qanday pokiza eleding. Qizil ofat keldi-yu o'zligingdan voz kechding. Asrlar islom uchun ham urding, ham urilding. Shu yo'lda boshing tikib zolimni qaqshatgan eding. Asrlar islom uchun ham urding, ham urilding. Shu yo'lda boshing tikib zolimni qaqshatgan eding.